Men ismim Baxtiyor Vasilievich. Men Atmos o'quv markazida 1 yil davomida o'qidim va bitta natijaga erishdim. Meni o'qituvchim Mr. Shomansur menga bu natijaga erishishimda katta yordam berdi va sizlar ham shu natijaga erishish xohlasanglar, yoki bundan-da kattaroq natijalarga erishish xohlasanglar, shu yerga kelib o'qishinglarni tavsiya beraman. Men Turgunov Anvar Atmos o'quv markazida 1 yil davomida ingliz tilini o'rganib keldim. Bu yerda men Mr. Shomansur aka va Mr. Afona guruhlarida o'qib, TOEFL sertifikatini B2 darajasini qo'lga kiritdim. Hozirda men Ichki ishlar vazirligining 2-son Toshkent akademik litseyida o'qib kelaman. Kelajakda huquq muhofaza qilish organlari oliygohlariga topshirmoqchiman. Barchangizga Atmos o'quv markazini tavsiya qilgan bo'lardim. Biz bugun intensiv kurslarimizda 1 oy davomida ta'lim olib, IELTS dan 6 ballga erishgan o'quvchimiz bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga o'zingizni tanishtiring. Men Ro'zmat Azimjonov, hozirda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qiyman. Atmos o'quv markazida kimning guruhida tahsil olgansiz? General Englishda Shomansur akaning guruhida, IELTS ga o'tgandan keyin esa Isroil akaning guruhida o'qiganman. Rostdan ham 1 oy ichida IELTS dan 6 ball olishning imkoni bormi? Albatta, buni o'zimning tajribamda isbotlaganman. O'zingizga o'xshagan ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarga tavsiyangiz? Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan yoshlarimizga Atmos o'quv markaziga kelib o'qishlarini tavsiya qilaman. Всем привет, меня зовут Алина, я учусь в Атмосте у преподавателя мисс Фазилят на группе Senior. Мне очень нравится атмосфера Атмоста и хочу, чтобы вы все приходили и учились вместе с нами. Men Usmonov Timur, Atmos o'quv markazida 1 yildan beri tahsil olaman. Ayni damda Miss Rayhona va Miss Munavvar ustozlarining intensiv sifr guruhlarida tahsil olaman. Atmos o'quv markazi rahbariyatiga va ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Meni ismim Mohira, yoshim 17 da. Mohira, o'quv markazimizda qancha vaqtdan beri kimning guruhida o'qib kelyapsiz? O'quv markazida Mr. Shomansur guruhlarida 2 oydan beri o'qib kelyapman. Markazimiz haqida fikringiz? Markaz haqida fikrim yaxshi. Darslar o'z vaqtida bo'ladi. Har oy qiziqarli zakovat o'yinlari bo'lib o'tadi. Ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan tengdoshlarimga kelib o'qishlarini tavsiya beraman. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan ingliz tili kids guruhida o'qiyotgan o'quvchimiz bilan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Yasmina, Yoshingiz nechida? 10 yoshdaman. Qanchadan beri o'quv markazimizda ta'lim olyapsiz? 1 yildan beri. Atmosning sizga yoqqan eng yaxshi taraflarini aytib bera olasizmi? Ha, bitta ustozlar yaxshi o'qitadi, juda yaxshi. Atmosni 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. O'rtoqlarim, sevimli ustozim va ta'lim. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan beginner guruhida o'qiyotgan o'quvchimiz bilan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Mening ismim Matkul. Yoshingiz nechida? 16 yoshdaman. Atmos o'quv markazida qanchadan beri tahsil olyapsiz? Примерно 3 hafta bo'ldi o'qiyotganim. Nega siz shuncha o'quv markazlari ichidan aynan Atmosni tanladingiz? Chunki meni dugonam opam mana shu yerda o'qigan, tavsiya berishdi. Shu mana shu yerda boshdan oxirigacha o'qib yaxshi balo oldi anglizcha o'qishga keldim. Atmos o'quv markazini 3 ta so'z bilan ta'riflang. Комфорт, bilim и возможность, то есть imkoniyat. Katta rahmat. Rahmat. Bugun biz ingliz tili beginner guruhida o'qiyotgan o'quvchimiz bilan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Shoira. Yoshingiz nechida? 15 da. Atmos o'quv markazida qanchadan beri o'qiyapsiz? Atmos o'quv markazida 3 haftadan beri o'qiyapman. Atmos o'quv markazini 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. Malakali o'qituvchilar, yangi do'stlar va sifatli ta'lim. Rahmat kattakon. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan ingliz tili kids guruhida o'qiyotgan o'quvchimiz bilan ingliz tilida intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Hi, What's your name? my name is Babur. Can you tell us more about yourself? Okay, Let's begin. my favorite season is winter. My surname is Akubayev.
I am studying to English. My teacher name is Lola. I am 13 years old. I live in Chirchik. I am from Uzbekistan. I like Atmos very much. It is my favorite learning center. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Jumboyeva Shahrina. Men Atmos o'quv markazida 1,5 yildan beri tahsil oldim va IELTSdan overall 7 natijani qo'lga kiritdim. General English Mr. Shomas Rakani gruppalarida o'qidim va IELTS kursini Miss Rayhona gruppalarida davom ettirdim. Agar sizlar ham shunaqa natijalarga erishib xohlasanglar, Atmos o'quv markaziga kelishinglarni tavsiya beraman. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. Assalomu alaykum, men ismim Darbek. Yoshingiz nechida? Yoshim 14da. Atmos o'quv markazida kimni guruhida o'qiysiz? Miss Zarina guruhida o'qiyman. Samarqandga Atmos jamoasi bilan bo'lgan sayohatingizda olgan taassurotlaringizni bizga aytib bering. Biz Samarqandga borgan taassurotimiz menga juda ham yoqdi. Avvalambor men Atmos jamoasiga kattakon rahmat aytib qolaman bu tashkil qilishganligi uchun. Biz bu yerga borganimizda turli xil obidalarga bordik va chiroyli narsalar ko'rib, o'zgacha taassurot bilan qaytib keldik. Keyingi sayohatimiz qayerga bo'lishini xohlardingiz? Keyingi sayohatimiz Toqqa borib piknik qilishni xohlayman. Поддерживаю. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtiring. Salom, men ismim Shojana. Yoshingiz nechida? Men yoshim 11da. Atmos o'quv markazida kimning guruhida o'qiysiz? Miss Zarinas. Samarqandga bo'lgan sayohatimiz haqida bizga nimalar aytib bera olasiz? Samarqandga bo'lgan sayohatda biz ko'p joylarga bordik va o'shalardan biri Shohizindaga bordik. Shohizindadan keyin Registonga bordik va masjidga bordik. Undan keyin turistlar bilan men ingliz tilida gaplashib ko'rdim. Birinchisi Italiyaning Milan shahridan, ikkinchisi Xitoyning Hong Kong shahridan. Ular bilan gaplashganimda meni ingliz tilim zo'rligini aytishdi. Samarqandga sayohat uchun Atmos jamoasiga kattakon rahmat aytaman. Bugungi Speaking Club juda ham ajoyib tarzda bo'lib o'tdi. Biz bugun ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik va shuning uchun Atmos o'quv markaziga hamda ustozimiz Mrs. Zarinaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Atmos o'quv markazida qanchadan beri o'qiysiz? Men 2 oydan oshdi o'qiyotganimga. Atmos o'quv markazi haqidagi fikrlar bilan bo'lisha olasizmi? Albatta. Atmos juda ham qiziqarli va darslarda maza qilib o'qiymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Atmos o'quv markazida qanchadan beri ta'lim olyapsiz? 2 oy bo'ldi. O'z fikringiz haqida bizani obunachilarimiz va bizani ko'rib turganlar uchun bo'lisha olasizmi? Atmos o'quv markazi menga juda ham yoqadi. Dars jarayonlari juda ham qiziq. Yaxshi o'tishadi. Har kuni kelgimiz kelib, xursand bo'lib kelamiz. Katta rahmat iliq fikringiz uchun.